amal yo'qmi dunyoni ajablantirmoqda. Sharq Turkistonda yashayotgan bechora xalqimiz yo'q imkonlar ishini chora izlab qidirmoqda. Ham qo'llarini bizga sunmoqda. Yaqinki yil jarayonida Xitoy atalmish tarbiyalash markazlarini qurib, dastlab chet ellarga chiqib ilm tahsil qilgan, tijorat bilan shug'ullangan, chet ellarda yashayotgan, urug' tuqqan, do'st yaradlarni yo'qlab kelgan yoki ular bilan normal telefon aloqa bo'lganlarni, keyin chet el bilan hech aloqasi bo'lmasmi, vatan ichida ko'zga ko'ringan diniy olim, ulamo, ziyolilarimizni, korxonchi, saxovatchi boylarimizni, undan keyin ishki yuzli degan qalpoqlarni kiygan kadr xizmatchi bo'lib 1 milliondan ortiq Uyg'ur xalqimizni yetuk tarbiyalash markazlariga otdi ham etyotdi. Yetuk tarbiyalash markazlariga etilgan qarindoshlarimizning Qur'onga yetgan farzandlarini urug' tuqqanlarning qo'yniga ilish huquqi va imtiyozi yo'q. Narsiz bolalarimiz Xitoy tajovuzlariga olinganligi yetuklarni yig'ilish o'rniga mecburiy e'lib berilib Xitoylashtiriladi. Chet ellarda o'qiyotgan farzandlarimiz vatan ichidagi ota-onasi bilan aloqa qilolmay, iqtisodiy manbalari uzilib, o'qishini davomlashtirishda qiyinchilik uchrasa, tijorat va sayohatga chiqqan Uyg'urlarimiz kelgan davlatlardan qaytolmay, oilasi urug' tuqqanlardan ayrilishning azobini chekyapti. Chet ellarda yashayotgan bizlarning vatandagi urug' tuqqan qarindoshlarimiz bilan aloqamiz uzilib, hijron, ayrilish azobi yuraklarimizni qanzar deb tortib. Biz zolimlardan, vatanimizga zulmlardan faqat bizga yetib kelganlarini bilyapmiz. Ammo irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurash qilayotgan xalqimiz o'zlari duch kelgan ashaddiy zulmlarni dunyoga atish imkoniyatlaridan mahrum. Bizning bilmayotganlarimiz qanchalik bu nima degan yo'qsizlikqa Xitoyning asos qonunida Uyg'urlarimizning yuqorqi ish harakatlarining jinoyat shakllantiradi. Hech qanday shakllantiradi haqida hech qanday belgilama yo'q. O'xshash bir davlat, o'xshash bir qonun asosida yashayotgan Uyg'urlarimizning Xitoy fuqarolaridagi haq-huquqlardan foydalanish imkoniyati yo'q. Chunki bizning Uyg'ur bo'lib qaralganligimiz, Sharq Turkistonning asliygisi bo'lganligimizning o'zi Xitoyning ko'zidan ig'ir jinoyatdir. Vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimiz duch kelayotgan zulmlarni bir-birlab so'zlab o'tirishning hojati yo'q. O'z kimliklarini saqlab qolish va aqidasi bo'yicha yashash uchun kurash qilayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz o'zlariga uzilgan bir kunni kutmoqda. Biz bugun bu ochiqdan ochiq irqiy kamsitish va irqiy qirg'inchilikqa to'rtaydigan bir davlatning chiqilganligiga ishonganligimiz uchun Xitoy kommunistlarining faşistlikini texnik ko'p davlatlarga, millatlarga to'ntishni maqsad qilib bu yerga to'plandik. Dunyoning va Gollandiya hukumatining bizdek zulmatsiz qilgan bir millatga diqqatini berib, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda Uyg'ur xalqining kishilik huquqlari ustida alohida to'xtalganligiga Xitoy kommunist hokimiyatiga besim ishlatib, atalmish yetuk tarbiyalash markazini bekor qildirib, turmalarda ruhiy va jismoniy jihatdan zulm tortayotgan begona xalqimizni qo'yib berish uchun biz bilan o'xshash qadam, o'xshash ovozda Xitoy hukumatiga ehtirosni bildirganligiga ishonamiz. Haqsizlik, adolatsizlikka ko'z yummaydigan insonparvar davlat do'stlarimizning biz bilan bir safda ekanligini bildirib, bu faoliyatimizga imzosini otganligiga ishonchimiz komil. Amin. Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Uyg'urlarga ozodlik! Xitoy tajovuzchilari irqiy qirg'inchilikni to'xtat! Xitoy tajovuzchilari irqiy qirg'inchilikni to'xtat! Xitoy tajovuzchilari irqiy qirg'inchilikni to'xtat! Xitoy tajovuzchilari
Vandaag mocht ik een meisje van een jaar of 9 niet genezen van haar wonden. Haar vader is 9 jaar geleden omgekomen tijdens een onrust in Urumqi. Haar moeder is een paar dagen geleden gedwongen meegenomen naar een heropvoedingskamp. Zelf heeft ze alleen nog een broodje over. Ze wilde voor hem koken, omdat hij ontzettende honger had. Maar omdat ze niet goed op het fornuis lette, vloog de keuken en daarna de rest van het huis in brand. Ze heeft nog net haar broodje mee kunnen nemen naar buiten. Haar lichaam zat vol met brandwonden. Huilend en kreunend van de pijn lag ze op het verpleegbed. Maar ik kon er niets aan doen. Ik kon haar niet helpen. Ik kon haar niet genezen van haar wonden. Of ja, beter gezegd, ik mocht niet helpen. Anders word ik ook opgesloten in een heropvoedingskamp. Of word ik misschien wel veroordeeld tot de dood. Dit verhaal is waar gebeurd in Oost-Turkestan. De Oeigoeren daar, maar ook in het buitenland, worden onder druk gezet door China. Het begon eind 19e eeuw. Na enkele nederlagen is het China gelukt om de macht in Oost-Turkestan over te nemen. Tot op de dag van vandaag drukt China de kop in Oost-Turkestan. Het spreken van de moedertaal, het dagelijks gebed verrichten, jezelf bedekken vanwege geloofsovertuigingen, vasten in de heilige maand Ramadan, halal geslachte vlees eten, traditionele kleding aandoen en zelfs financieel elkaar bijstaan heeft ernstige gevolgen. De gevolgen onder andere zijn dat je in een heropvoedingskamp terechtkomt, vergelijkbaar met de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Of je wordt in een gevangenis opgesloten. Tot slot kun je zelf tot de dood veroordeeld worden. Buiten de opvoedingskampen en gevangenissen is er ook sprake van gruwel en wreedheid. Zoals orgaanhandel, uithuwelijken van jonge vrouwen, verplicht trouwen met de Chinese vrouw, 1-kindbeleid en het gehoorzamen van Xi Jinping. Niemand kan zich verzetten tegen deze onderdrukking. Niemand kan zich verzetten tegen deze onderdrukking. Kortom, er is geen vrijheid voor de Oeigoeren in Oost-Turkestan. Jezelf identificeren als een Oeigoer is al een grote daad. Lieve mensen, waar gaat dit heen? Naar aanleiding van deze sadisme zijn we vandaag hier verzameld om ons stem uit te brengen. Om ons te verwittigen tegen de Chinese onderdrukking. Wij zijn ook mensen. Wij willen ook eerlijk en respectvol behandeld worden. Wij willen ook vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van geloofsovertuiging. En vrijheid van leefwijze.
Yellow Throne. Her father died 9 years ago during an uprising in Urumqi. Her mother was taken away to a concentration camp a few days ago. She has got only a 5-year-old brother. She wanted to cook for him a meal when he was starving. However, as she did not watch the stove carefully, the house took fire rapidly, and finally, the whole house entirely burned down. Fortunately, she acted bravely by taking her brother out of the fire just in time. Her body was full of burns. She was lying there and screaming because of suffering severely from the fire. But I couldn't do anything to help her. I couldn't heal the wounds. Maybe I should better say I was not allowed to help her as I was in a risk to being taken to a concentration camp, or maybe even a worse, a jail punishment. This is a story which based on factors in East Turkestan. A 60-year-old Sikh mother was taken to a concentration camp because of her daughter in Netherlands refused to send her information to China's police. Chinese policemen threatened that mother that her asylum daughter must send her address, copies of passport and ID card, phone number and photo to them. If she didn't cooperate, then the old lady would be in a risk. Her daughter in Netherlands refused to accept this request. As a result, her mother was taken to a concentration camp since 2 months. Another pregnant lady whom husband did a handle between Turkey and China was also taken to a concentration camp only because her husband is in Turkey, while nobody knows where are her 2 small children. I can tell a lot of heartbreaking stories about East Turkestan and Uyghurs. The Uyghur people in East Turkestan are being oppressed by China. After 1949, with some complicated political underplots, China succeeded in coming to power in East Turkestan. Until now, China has oppressed every opposite sounds. After Xi Jinping's government comes to power, this situation has turned more severe. Other big Chinese policy, Uyghur people don't allow to use their own language. They don't allow to have their traditional lifestyle and religious habits. They must speak Chinese, they must eat and wear like Chinese, they must celebrate Chinese festivals, they must learn Chinese culture, even use Chinese names, and they must marry to a Chinese man. Nobody speaks anybody takes around the Malika Şarnekle.